Assalomu alaykum. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunaqangi hisori, qo'zi, urg'och ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuni Juma Sayyidullo Yamanmayizga qutlug' barakotli kelsin deya, bugungi akalar videolarimiz o'zgacha bo'ladi. Muhriddin akamiz qo'ralari, qo'y firmalariga kelganmiz. Xudo xolasa urg'och sog'liq qo'zini yoshlaridan olib kelganman, to'qlilarini, go'zallari kelgan deydilar. Xudo xolasa akalar, qo'ldan kelgancha mana qo'zlarni bir narxlarini, ma'lumotlarni berishga harakatini qilamiz, xudo xolasa. Akalar, bugun sanamizga 7-noyabr Juma kuni videolarimiz chiqyapti, xudo xolasa. Akalar, videoga like bosib, podpisatsiya tugmachasini bosish umuman esdan chiqmasin. O'zimizni toza hisori zotni akalar yoshidan, to'qlisidan olib boqaman degan aka-ukalarga mana akalar imkoniyat zo'ri, xudo xolasa, olib chiroyli baraka topadigan yaxshi qo'zlar kelibdi. Orqa oldilari tikka kelishgan yaxshi qo'zlar ekan. Xudo xolasa chiroyli baraka topadigan, mana yuzlarini qarang. Qo'ylarning sog'lomligini yuziga qarab bilib olaverasiz, xudo xolasa. Endi hamma o'zi videoda ko'rib, bilib yuribdi. Mana qo'zi qanaqasi, qaydan kelyapti. Xudo xolasa olib qiziqqan odam bo'lsa, buni maza qilib bolalarini uzoq yillar olib yuraveradigan yaxshi qo'ylar bo'ladi. O'zi yaxshi qo'ydi bolalariga mana orqa ollaridan tulovlari kelib bilinib turibdi. Xo'p, Rahimjon, qani? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Rahmat. Qo'zlar qachon yetib kelgan? Xudo xolasa qo'zilar 5-4 kun bo'ldi kelgan ekan. Sinovdan o'tdi. Charchovlari sal chiqib qolibdi o'zi, ha? Ha, charchovlari chiqib, xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Son nechta berdi? Soni 27 ta. 27 ta. Yosh oyliklari-chi? Yosh oyliklari 9-10 oylik atrofida. 9 oy 10 oylik, ha? O'zi qo'chqor qo'shsa ham bo'laverar ekan-a? Noyabr bo'lsa o'zi erta bahorga, xudo xolasa. Bo'ldi, akalar, mana bir xur ko'rib o'zlaring bir boshdan sifatlariga baho berasizlar. Xudo xolasa narxini ham chiroyli qilib qo'yib beraman deyaptilar. 27 ta dedingizmi? 27 ta. 27 ta. Idishlar yaxshi ekanmi hammasini? Idishlari sinovdan o'tdi. O'tdi. O'tal yo'q. Soni yo'q. Yaxshi. Uni optim narxi nech puldan bo'ladi? Bo'ladi, ya'ni endi buni hammani qiziqtiradigan narxda videoni 1 soat, 2 soat cho'zirish kerak yo'q. Biz endi haligi spetsial tayyorlangan bloger emasmiz. Borini qo'yib, narxini bo'ladiganini aytib qo'ya qolamiz mana. Akalar. Ko'rib turibsiz. Ha, orcha fardazi ham. Ha, ammo o'zi qo'ydi sifati old orqasi yaxshi ekan. To'g'risi, realni qo'y qilib olaman degan odamga akalar tavsiya qilaman. Oling, xudo xolasa, yosh qo'ldan chiqadi. Bitta yaxshi qo'chqorni qo'shsangiz, Yaxshi bola beradi. chiroyli bola beraveradi. Bir 5 million, uzoq 6 milliongacha bitta yaxshi qo'chqor olsangiz, chiroyli bolani beraveradi, xudo xolasa bular. Va narxini endi qancha qo'yay? Qancha mo'ljallayapsiz endi buni? Menga qo'ysam bo'laveradimi? Yo'q, menga 3,5 dan qo'ysangiz yaxshi obunachilarga. 3,5 dan qo'ysangiz zo'r. Bir kishi maza qilib olib baraka topadi. 3,5 dan kam demasangiz bo'laveradimi? Eldan ozgina arzonroq qo'yib beraman. Qanchadan? 42 dan optimga hammasini oladigan bo'lsa. 4 million 200 dan qimmat. O'g'ayni bir joyga oladigan odamga qimmat, bitta pul sanaydigan odamga. Qo'ylar yaxshi, arzuradi-yu, lekin 27 ta qo'zini bir joyda olaman degan odamga qimmat. Buni haligida birinchi tug'ishga haligi olgan odam ham ozgina mehnatini qiladi-da. Bilasizmi, birinchi tug'adigan qo'y ozgina qiynashi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun haligi ikkinchi, uchinchi tug'ishga ko'pchilik qiziqaveradi, lekin buni yoshini ham baribir olish kerak. Yoshrog'ini olish kerak. Yoshi o'zlari tarbiyalab endi har xil chiqyapti, 2 tish, 6 tish, 8 tish deb ham bosgan qo'ylar ham chiqyapti videoga, lekin mana birorta shakka chiqqani yo'q ichida, yo bormi? Hammasi qo'zi tish, 9 oylik atrofida akalar, pilis minisi bo'lishi mumkin. Yana haligi dehqon cho'pon aytganini bular ham aytishadi. Obunachilaringizga bo'lsin, 4 million 200 dan kami ham bor. Kami ham bor. Bo'ladigan savdo qilaylik, qo'lda bering. 100 million 700 mingdan berasiz. 100 mingdan o'tib beraman mayli. 3 million 700 mingdan. Realni savdo, bir kelishib olgan joyimiz yo'q. Qo'yamiz dedilar. 700 dan lekin bo'ldi, qo'yib yuboramiz dedik. Mana keldik, 3 million 700 mingdan bir joyga olishadi. Tanlab olishga mayli
kelishib olasizlar o'zlaring yana bir aloqa chiqib. 42 dan ham o'zi shunaqa tanlab olishga jabcha 100 ming 200 ming aqabaqa bo'ladi-yu, lekin 3 million 700 dan kamroq. 3 million 700 ming ham yomon pul emas. Qo'ylar ham yaxshi, gap yo'q. Eti boshi ham, ha. 4 million so'mdan hammasi bir joyga ketdi. Bir joyga. Bir joyga bo'lsa. Akalar, Barbar aka 4 million so'mdan beraman dedilar. Hech qayda aytganiga sotmagan. Aloqaga chiqib bir joyda oladigan odam bo'lsa, yana ozma sayrini qilib berishadi. Aytgan yo'qlar o'zlari-yu, lekin hech kim aytganiga sotmagan. Lekin xudo xolasa 4 milliondan, ha, yomon emas, arzuradi. Rahmatni aytib, barakasini bilishadi. Xudo xolasa barakani topasiz. Aloqaga chiqib, xudo xolasa yana ozma sayriga o'tkazib olsangiz bo'ladi, savdo qilib olasiz. 4 million so'mdan 27 tasini tanlab olishga endi soniga qarab 100 ming plus minus. Lekin o'rtasidan shunday tayoq tashab, mashidan bag'ini oldim desalar, yarmini o'sha narxda ketaveradi. O'sha narxda ketaveradi. Bo'ldi. 38 dan ham bo'pti. 37 demadim men ham. 4 milliondan. 4 milliondan. Bo'ldi. Yog'ini ozmasini kelishib olasizlar, xudo xolasa aloqa chiqasiz, lekin tavsiya qilaman yosh narsalarga. Bitta qo'ra hammasi bular, ha? Bir qo'ra. Bir qo'ra. Bitta cho'ponni qo'yib. Bitta cho'ponni hammasiniki bitta. Qulog'ini chap qulog'ida, ha, uchida eni bor ekan ozgina. Yaxshi, akalar aloqa chiqasizlar 4 million so'mdan 27 tasi bir joyga bo'lsa, beraman deyaptilar. Xudo xolasa o'ylar yaxshi ekan, tavsiya qilaman, yoshlarni olaman degan aka-uka, do'st birodarlar bo'lsa, videoni tashlab qo'ysangiz ham bemalol bo'laveradi. Xo'p, keyingi partiyaga Xudo xolasa bo'g'oz sovlolari, ha, naq bo'g'oz ular, ha. Bo'g'oz. Bir oyda tug'ilgani ham bor. Xudo xolasa bo'g'oz.